sizlarga karantin haromdan bo'lgani ishonchi qilganimni ko'tingga tiqding. Ishonchi qilganim ko'tingga tiqding. Ha do'stlarim, Cristiano Ronaldo hakamning final shtaga chalinganidan so'ng o'z jamoadoshlariga qarata aynan mana shunday murojaat qildi. Ishonchi qilganim ko'tingga tiqding. Chunki uning jamoadoshlari Cristiano Ronaldoning dubl qayd etib jamoadoshlariga deyarli 99% g'alabani ta'minlab bergan bir vaqtda va hakamning qo'shib bergan daqiqalar o'tayotgan vaqtda uning jamoadoshlari Cristiano Ronaldoning qilgan ishlarini hozirgina bog'cha opa aytganiday qildilar. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang, chunki kecha tunda bo'lib o'tgan aynan mana shu bahs haqida gaplashishning ayni vaqtidir. Nima uchun Lamine Yamal hech qachon Messi va Ronaldoning darajasiday futbolchi bo'la olmaydi? Portugaliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatida jahon chempioni bo'ladi. Nima uchun 2026-yilgi jahon chempionati Messi va Ronaldolar uchun eng so'nggisi bo'ladi? Shu va shunga o'xshash maqolalarni o'qish va futbol yangiliklaridan xabardor bo'lib borish uchun ushbu videorolikning opisiyasidagi va kommentariyasidagi manzillar orqali o'tib, bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Ha do'stlarim, kecha tunda Portugaliya terma jamoasi o'z uyida Vengriya terma jamoasini qabul qildi. 2026-yilgi jahon chempionatining saralash bahslari doirasida. F guruhining 4-turidagi ushbu bahs har tomonlama bizga manzur bo'ladi va muhokama qilishimizga arziydi. Birinchidan, ushbu bahsda sizlarning sevimli futbolchingiz Cristiano Ronaldo dubl qayd etdi va bir nechta rekordlarni o'rnatdi. Ikkinchidan esa ushbu bahs dramatik tarzda yakunlandi. Va qolaversa, Cristiano Ronaldo ishtirokidagi bahslar har doim muxlislarning e'tiborida bo'lgan. Bahsning 8-daqiqasidayoq kutilmaganda Portugaliya gol o'tkazib yubordi. Kutilmaganda deganimning o'ziga yarasha sabab bor. Bahs boshlanishidan oldin Portugaliya terma jamoasi bukmekerlar tomonidan juda ham katta favoritdek hisoblanayotgandi. Keyin esa futbol bahslariga pul tikishni xush ko'ruvchilar uchun haqiqiy bayram boshlandi. Ya'ni Portugaliyaning g'alabasiga bo'lgan x'lar juda ham kattarib ketdi. Lekin bu narsa unchalik ham uzoqqa cho'zilmadi, chunki 22-daqiqada himoyachilar Ronaldoni esdan chiqarib qo'ydilar va Ronaldo hisobni tenglashtirdi. 1-1. Birinchi bo'limning asosiy vaqti nihoyasiga yetdi. Hakam tomonidan vaqt qo'shib berildi 3 daqiqa va mana shu vaqtda himoyachilar yana Ronaldoni esdan chiqardilar va Ronaldo xuddi birinchi goliga o'xshash golni yana kiritdi. 2-1. Keyin esa barchasi bir maromda ketaverdi. Portugaliya terma jamoasidan ikkinchi bo'limda juda ham katta shiddatni kutgan edim va hattoki Ronaldodan hat-trick yoki poker bo'lib qolishiga ham umid qilgandim. Lekin Ronaldo ikkinchi bo'limda o'zini unchalik ham ko'rsata olmadi. Na Portugaliya gol ura oldi va na Ronaldo. Keyin esa bahsning 78-daqiqasiga borib Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi "Bo'ldi, biz g'alabaga erishib bo'ldik" deya hisobladi shekilli, Ronaldoni Gonzalo Ramosga almashtirdi. Shundan keyin o'yinga bo'lgan qiziqish ham tushib ketdi. Ushbu bahsni tomosha qilayotgan muxlislarning soni ham tushib ketdi. Bu esa albatta Ronaldoning effekti edi. Ronaldosiz bahslar futbol muxlislariga unchalik ham qiziq emas. Buni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Barcha g'alabani Portugaliya ilib ketdi deya hisoblay boshladi. Hattoki portugaliyalik futbolchilar ham, zaxiradagilar ham, Cristiano Ronaldoning shaxsan o'zi ham. Lekin 91-daqiqada Vengriya terma jamoasi futbolchisi Dominik Sabaslam xuddi Cristiano Ronaldo uslubida gol kiritib, Portugaliyadan tayyor g'alabani tortib oldi. Hisob 2-2 va aynan mana shu goldan keyin Cristiano Ronaldo o'z jamoadoshlariga qarata mana bu so'zlarni aytdi. Haromdan bo'lgani ishonchi qilganimni ko'tingga tiqding. Ha do'stlarim, Portugaliya terma jamoasi ushbu bahsda tayyor 3 ochkoni va g'alabani qo'ldan chiqardi. Lekin shunga qaramasdan 4-turdan so'ng turnir jadvalini boshqarishda davom etadi, ya'ni F guruhini. Eng e'tiborlisi, Portugaliya terma jamoasi katta farq bilan birinchi o'rinda, ya'ni 10 ochko. Uning eng yaqin ta'qibchisi Vengriyada esa 5 ochko. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Portugaliya terma jamoasi bir oyog'i bilan deyarli jahon chempionatida va bu rasmiy tarzda tasdiqlanishi shunchaki vaqt masalasi
xolos. Endi esa do'stlarim, sizlarning sevimli futbolchingiz Cristiano Ronaldo haqida gaplashsak. Ronaldo ushbu bahsda 2 ta gol urdi va u o'zining futbolchilik faoliyati davomidagi 948 gollari bo'ldi. Shu tariqa Ronaldoga 1000 talik dovonga yetib olish uchun 52 ta gol qolmoqda. Va menimcha katta ehtimol bilan Ronaldo 1000 talik dovonni aynan jahon chempionati musobaqasida bosib o'tadi. Chunki An-Nasr safida 45-50 ga yaqin gol kiritadigan bo'lsa, qolgan 5-6 ta golni jahon chempionatida amallab yuboradi. Menimcha Ronaldoning shaxsan o'zi ham aynan mana shu narsani reja qilmoqda. Va do'stlarim, shu tariqa Cristiano Ronaldo jahon chempionatiga saralash bahslari doirasida eng ko'p gol kiritgan futbolchiga ham aylanib oldi. Bu esa mutlaq rekord va ushbu rekord bilan Ronaldoning muxlislarini chin dildan tabriklab qolamiz. Do'stlarim, vaqtimiz chegaralangan va vaqtimiz tig'iz. Shu sababli keling qolgan gap so'zlarni Telegram kanalida gaplasha qolamiz. Telegram kanalga obuna bo'lish manzili esa ushbu videorolikning opisiyaniyasida va kommentariyasida bo'ladi. Futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.